Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli televizyon kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeni yüz görüştük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Can Damallam, ben riyasetçi Abdülahad Ucat. Hürmetli Damallam, programımıza hoş geldin. Vaxtlarınız xavuşsun, rahmet etimiz. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon kardeşler, bugünkü programımızda İslami bayrak alakadar suallar hakkında toxtulup ötümüz. Hürmetli Damallam, bugünkü sual cevap programımızı birinci sualdan başlasak. İslam bayrakka qanday qaraydi? Yoki İslamda bayrakның әһмиеті nima degan bu düşünce, bu haqda bir düşünce bilib o'tsalar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazli ve muvaffaq qilishi bilan bugün bu bayrak haqida suhbat qilmoqchi bo'lib o'ltirdik. Bunun sebebi bazı qarindoshlarimiz balkim nima deb bu bayroq haqida suhbat qilganda deb qilishi mumkin. Nima uchun suhbat qildik degan vaqtda bizning xalqimiz ichida hozirga qadar tadqiqotchilar bu bayroqqa bo'lgan qarashlar xilma-xil, ma'lum talash-tortishlar. Hatto ba'zi bizning xalqimizning ichidan bizning bayroqimizni ko'rsa astagfirullah deb Allohga tavba qildigan, shaytondan panoh tilaydigan muşundaq adamlarmı yok emas. Nima uchun desa, bularning kallasida bu ba'zilar qo'pab bayroq bu millatchilikning simvoli desa, ba'zilar qo'pab bu islom bayrog'i emas. Islom bayrog'i degan rangi manda bo'lishi kerak, yoki anda bo'lishi kerak degandek mujna har xil tushunchalar bilan kishida talash-tortish qiladigan, ba'zi bayroq ko'taradiganlar, hatto bayroq ko'tarmaydiganlar salom qilmaydigan muşundaq bir xil vaziyatda yaşaymiz hamda. Meyli ularning soni azjiq bo'lsin, lekin mush yaqinqi 10 yil ichida bizning xalqimiz beshidan nurg'un mush masalalarni deb, nurg'un talash-tortishlar, nurg'un jidallar, nurg'un xafaliklar, mush masalalarni deb nurg'un qonlarni bergan, nurg'un qurbonlikni bergan insonlar bizning qatimizda shu, bizning xalqimizning ichida bordi. Shuning uchun bu bayroq haqida to'xtirishmi bizning xalqimizning ichidagi bilmaganlarning bilishi, bilganlarningki bu haqdagi tushunchasi, ma'lumotining taxim aniq bo'lishi uchun to'xtirish muhim temalarningki biri deb shuni to'xtiryapmiz. Chunki bu vaqtda ba'zi qarindoshlarimiz hatto so'rgan ahvollar bo'ldi. Bu islom bayrog'i deb manda bayroqni islom bayrog'i deydi ekanmiz, bu bizninkini İslam bayrağı demeydi ekanmiz yoki ashuna demeydi ekan ba'zi qarindoshlarimiz buning hukmi yoki ahvol nima degan savollarni so'ralgan bo'ldik. Shuna bo'lg'achqa shu umumiy xalqimiz uqsin degan maqsadda bu filgramani qilyapmiz. Birinchi bo'lib bayroq degan so'z aslida shariatda kelgan bayroq degan so'z ahli ilmlarningki buningga bergan ma'nosi nima desa, bu bayroq deganlik bir g'oya maqsad degan ma'noda ishlatgan sahih hadislarda kelgani mushu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man qatala tahta rayatin umiyatin yaghdabu li usbatin aw yad'u ila usbatin aw yansuru usbatan faqutila faqitlatun jahiliyya. Yani bu yerdeki maqsad nima desa, yani qandaq bir odam mushundaq nişanı aniq bo'lmagan, yuri aniq bo'lmagan, xato bir bayroq ostida urush qilsa yoki bu asabiyatchilikka, masalan, mutaassiblik chaqirdigan bir mutaassiblikni deb, büyük g'oya maqsad yo'q, balki bir mutaassiblikni o'zining mayli yurti yoki o'zininki ma'lum g'oya arzimas puchak bo'lgan g'oya maqsadga chaqirib urush qilsa, shunda nishoni aniq bo'lmagan bayroq ostida yoki bir qabilavozlikqa
mesela qo'llash maqsadida urush qilsa, bunda adam o'lib ketib qolsa, o'sha urushda bu adam jahiliyat o'limida o'lgan bo'ldi degan. Demak, buningdan hamda hadisdan bo'lgan maqsad nima desa, har qanday bir bayroqninki urushdan bo'lgan maqsadi, g'oyasi aniq bo'lmay qolsa, masalan bir adam bir bayroq ostida urush qildi, buning bir g'oya maqsadi bo'lish lozim. Agar mush g'oya maqsad to'g'ri bo'lsa, bu chaqda bu bayroq qanday bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri bayroq bo'lgan bo'ladi. Ya'ni shariatga uyg'un bir bayroq ostida urush qilgan bo'ladi. Har qanday vaqtda xato zulm qilish urushi ekan bu, masalan, yoki bo'lmasa qabilavozlik urushi ekan, yoki ma'lum zimin talish urushi ekan, masalan, musulmonlar ichida hukmdorlik talish urushi, ya'ni musulmon birisining qonini to'kadigan bundaq urushlarda hatto u bayroqning rangining bo'lishidan qat'iy nazar, uningga nima yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar bir odam urush qilib, unda urush o'sishi desa, buning o'lishi jahiliyat o'limida o'lgan bo'ldi degan demakchidir. Bu hadisdan bo'lgan maqsad. Bu yerda bayroqdan bo'lgan nima muhim desa, g'oya, maqsad, nishon muhim. Qachoniki g'oya, maqsad, nishon to'g'ri joyida bo'ldi ekan, bundaq bayroq ostida qilingan urushmi joyida bo'lgan bo'ladi. Qachoniki nishon, maqsad, g'oya to'g'ri bo'lmaydi ekan, bayroq nim bo'lishidan qat'iy nazar, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozibdi u bayroqqa, rangi ya oq bo'pti ya qora bo'pti masalan, nim bo'lishidan qat'iy nazar shu nishon, g'oya to'g'ri bo'lmasa, bu chaqda bundaq bayroq ostida urush qilish to'g'ri emas. Bu birinchi nuqta. Shu urushni qo'zg'ab chiqqan qo'mondan yoki askarningki shu bayroq ko'tarishidagi maqsad, g'oya shuning tabi bo'ldi. Maqsad to'g'ri bo'lsa, g'oya, nishon to'g'ri bo'lsa, bu bayroq to'g'ri bayroq bo'lgan bo'ladi. Ya'ni to'g'ri bayroq ostida urush qilgan bo'ladi. Nishon, g'oya to'g'ri bo'lmasa desa, bu chaqda bayroqning rangi nim bo'lishidan qat'iy nazar xato bayroq ostida tug'an bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, islom bu bayroq qanday qaraydi desa, tabiiy holda islom Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında, mesela Resulullah'ın uyunun üstüge bayrak askan, yoki mescidin üstüge bayrak esip koygan, yoki Medine'ninki kiriş çığırasıga bayrak esip koyapma, Medine devleti kirdin hazır dep, onda belgileydiğin şekilde bayrak işletilmeydi o zamanda. İşletilmeydi, bayrak yoktu. Onu onda uyunun üstüge ya mescidin üstüge yoki çığırağı esip koymaydı o zamanlarda. Bayrakni nerede işiltidi dese, uruş meydanlarında işiltidi. Uruş meydanlarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adette her qaysi qabilalarga, Hazraj qabilasiga ayrim bayroq, Aws qabilasiga ayrim bayroq, muhojirlarga ayrim bayroqcho berdi. Har qabila o'zining bayrog'ining ostida urush qildi. Hatto necha urushlarda ba'zi Ali ibn Abi Talibga bayroq berdi, Sa'd ibn Muazga masalan. Bu sahabildan Musab ibn Umayrga bayroq bergan Uhud urushida, Xaybarning fathisida Ali radhiyallohu anhu bergan, Mu'ta urushida 3 yelanga 3 qo'mondonga bayroq bergan. Demak, bu o zamonlarda urush maydonlarida urush qilgan askarlarga bayroq berishdagi asosli g'oya maqsad nima edi desa, uni shu zamonda boshqa, ya'ni musulmonlar bilan urush qilgan kofirlarning bayrog'i edi. Musulmonlarning bu bayrog'i bor. Nima uchun bu bayroqni ko'tarib oldi urush maydonida desa, bayroqni ko'targan kishiningki qo'mondan ekanligi yoki qo'mondanning yenidagi odam ekanligi, ya'ni bayroq ko'tarilgan bu xuddi bugungi zamondagi tasvir bilan so'z bilan ifodalansak, bu xuddi qo'mondanlik shtabi hamdir. Ya'ni askarni boshquradigan qo'mondanlik shtabida bayroq ko'tarilib turdi. Har qanday vaqtda odatda sahobalar desa, bayroq tiklam tursa, ruhlari jonliq urush maydonlarida nihoyat qahramonlik bilan urush qiladi. Shuning uchun o zamonda dushmanlarni desa, eng birinchi bo'lib kimga hujum qildi desa, bayroq ko'targan odamga hujum qildi. Chunki bayroqning tushganligining o'zi
askarlarninki mag'lubiyatga qarab yuzlanganligininki dalili deb qaraladi. Askarlarning ruhiy, ma'naviyatini sundirish uchun qarshi taraf bayroqni tushirishga, bayroqni ko'tarib turgan odamni yiqitishga eng kuch chiqardi. Bu birinchi maqsad hamda. Ya'ni bayroqni ko'targanlikning o'zi qo'mondonni ifodalaydi, qo'mondonning bayerini belgilaydi. Bu bir xil bayroq bo'lsin bulute. Nima uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ansariga bir xil, Ansariyning ichidagi hatto Aws Xazraj qabilalariga ayrim-ayrim bayroq tutqizdi. Muhojirlarga ayrim-ayrim bayroq tutqizdi desa, buningdagi maqsad har bir qabila tabiiy holda o'zining izzatini, o'zining sharafini qo'g'dashni nəhayət muhim iş deb qaraydı. Şuna yüz tarafdaki bayroqning tushib ketishini şu qabilaga nisbatan bir xil ayib sanaydı. Yani masalan tabiiy holda urushdan keyin mumkin chaqchaq qilib bo'lsa bizsincho, masalan Avsning bayroqi tushib ketgan bo'lsa, Xazraj qabilasidan biz qo'pab, bayroqni ching tutib turamidinglar, mana bo'shanlik qildinglar, mana urushda deydigan gap bo'ldi. Ashunda bo'g'achqa har qabila nəhayət kuchli, canlıq, ruhluk uruş qilsin. O'zi tarafdan mag'lubiyatning musulmonlarga kelib qolishning oldini olsin deb u qabildagi musulmonlar ichidagi urushga bo'lgan ishtiyoq, urushga bo'lgan botirlik ko'rsatishni, botirlikni qo'zg'ash maqsadida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qaysi qabilalarga ayrim-ayrim bayroq tutqizdi. Biz tarafdan mag'lubiyat kemmisun musulmonlarga deb har qaysi qabilacho jonliq, kuchliq, qo'rqmasdan, urush maydonlarida qochmasdan urush qildi. Shuning uchun umumiy urush maydonlarida bayroq ko'tarish, bu bayroqning yiqilishining oldini olish, bayroqning tushib ketishining oldini olish uchun qurbon berish, bu yerdagi qurbon berish, u bayroq ya'ni masalan shu chaqda ma'lum nayzining uchiga yoki bo'lmasa uzun kaltak yağaçqa çigiti bayroqni o eliqi ma'lum 1 metr yoki 50 sm raq emas. Bu yerdagi maqsad nima desa, bayroqning yig'ilganligi islom askarlarining mag'lubiyatga yuzlanganligi, mag'lub bo'lganligi, islomningki mag'lub bo'lganligining simvoli bo'lg'achqa, shuncha ashninga islomning ustun musulmon askarlariningki nəhayət batırlıq bilan urush qilayotganligi, qahramonlik ko'rsatayotganligini ifodalaydigan alomat belge bayroqning tik turishi bo'lg'achqa, shu zamonda shuning uchuncho bu bayroqni qo'g'dash uchun alohida o'zininki jenini bergan sahobalar urush maydonlarida haddi hisobsiz. Shuning uchun olimlarimiz bu bayroqni urush maydonlarida ishlatishning o'zi bu mustahab, sunnat ish deb qaragan. Yani aşındaq ahmiyeti bo'g'achqa bir kishilarninki botirligini qo'zg'ashdi bo'lsin, mayli qo'mondonninki urush maydonida bor hayot va urushni idora qilayotganligini ifodalash yuzidan bo'lsin, har tarafdan bayroqninki tik turishi muhim bo'g'achqa, shu olimlarimiz shu desa, bayroqni tutishning o'zi, bayroq ko'tarishning o'zi urush maydonlarida bu sunnat mustahab ish, ya'ni urush maydonida bayroqninki tushib ketishining oldini olish bu zarur deb fatvo bergan. Üçüncü bir ahmiyeti mi buluşu mümkün mü kallamız kelgan savol masalan. Her bir qabilaga birden bayroqni berib, bunun bir başlığı komandını bo'lsa, askarlarning ma, mesela 100 askar, 200 askar ma komandanga a'zosiz qaraysiz, buyruqqa itoat qilasiz degan bo'lgandan o'zining qo'mondonlarininki nadaligini, qaysi guruh ekanligini bilish uchun tabii. Her qabilaga ayrim bayroq tutqizganlikning o'zimi shu, har qabila o'zini bek yaxshi tunigan bo'g'achqa, ham shu qabilaning ichidagi cho'ng, ya'ni eng hurmatga sazovor kishilar gapini anglaydigan, ashunda cho'ng odamlarga bayroqni tutqizdi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu urush maydonlarida bizni tunish uchun bu mu bek muhim. Çünkü o zamanlarda mesela belki hatta müşrikler bilen ular aralashib bitib qalsa o, mesela bayroq bombada yıkıldı degan taqdirda belki bizni bilinmaydi. Çünkü ularning kiyim-kechakları şu zamanda çok hozirgidek emas, hozir hamma davlatning askarlarining ayrim kiyimi var. O zamanda desa, şu Arablarninki, mayli musulmonlarninki, mayli mushriklarninki kiydigan kiyimlar o'xshash.
Unda bo'lgandan keyin tabiiy holda biz-bizni ayirish, biz-bizni tunish uchun mu shunda bir bayroqning ostiga yig'ilib urush qilishi bu muhimdir. Allah razı olsun. İkinci sorulam Allah'ım. İslam'da ya ki mesela Peygamber Aleyhisselam tarafından kelgen hadislerde mesela İslam bayrağı bu şekilde buludu dep aniq bekitilgan o'shna bir bayroq bormi o'rtada? Tabiiy holda bu savolga kelsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarda Payg'ambarimizningki qora bayrog'i bati, to'rtchasi, ya'ni hamma tarafi o'xshash, ya'ni masalan ya 50 da 50 ya 70 da 70 degandek hamma tarafi o'xshash bu shunda qor bayrog'i bati deb hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ak bayrog'i bati deb hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kirgan vaqtda ak bayroq bilan kirgan degan hadis var. Onundan başqa ondan sahabelarga, masalan qabilalarga, Aws qabilasiga odatda nimadan seriq rangda bayroq chigib olganti deb hadis var. Bu hadisninki sanadini zaif neglik alimlar. Demek bu yerda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüz işletken bayroqninki ak ve qor bo'lganligi to'g'riliq, hali jonliq hadis bor. Kuchli hadislar bor. Lekin seriq bayroq ishlatgan yoki yeşil bayroq ishlatgan degan bu haqda rivoyatlar bor, lekin alohida kuchli hadis deb ikki rang haqida kelgan bayroqlardek emas. Ularninki hukmi. Buningdan hamda nimani bilib olish mumkin desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki xilma-xil bayroqni ishlatganligi. Bu yerda har qabilaga ayrim-ayrim bayroq berdi. Har qabila boshlarininki ayrim-ayrim bayroq bati. Hatta Mekke'ni fath qilgan vaqtda Mekke kirgan qabilalarninki har qaysininki ayrim-ayrim bayroq bilan kirgan degan tarixda bu bor. Buningdan nimani ifodalaydi bularning hammasi yig'ib kelganda desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanida ishlatgan bayroqning rangining xilma-xil bo'lganligi. Ma'lum bir rangni ham tutganligi chiqmaydi endi. Ya'ni mushrang, islomga vakillik qilgan rang ma'vo. Buningdan boshqasi shu desa, islomga zid deyishga hech kimning haqqi yo'q endi. Chunki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zi oq qorni ko'targanligi aniq. Sahobalarning her qabila ayrim-ayrim bayroq ko'tardi deganlikning o'zi cho'qim rangida farq bo'lmasa, uning ayrimligini bilgan olmaydi. Her qabila o'zining bayrog'ininki qandoq ekanligini, qaysi rangda ekanligini, o'zining qaysi qabilaga tava ekanligini bilish uchun desa, cho'qim bularning bayrog'ining rangininki xilma-xil bo'lganligi aniq hamda. Unda olmasa cho'qim ranglar biz bilan aralashib ketadi. Shuning uchun bu vaqtda olimlarimiz nima degan desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her qanday holatda bir xillam rangda yoki musulmonlar tarixda bir xillam bayroq ishlatgan deb uningga hech qanday dalil yo'q. Shuning uchun her qanday bir rangni musulmonlar muvofiq ko'rib, masalan, tanlagan bo'lsa, tabiiy holda buningda ma'lum shirkka yoki bugungi kunda har xil axloqsiz ishlarga simul bo'lib qolgan bir belgilar bor, masalan. Ashundaq belgilar bo'lmasa, bo'lmagan sharoit ostida har qanday rangni masalan urushda bo'lsin yoki bugungi kunda bir yangidan davlat qurildi deylar. Bir davlat bir rangni mushu bizning davlatninki bayrog'i deb qo'llansa bu shariatga xilofmi desa, bu shariatga xilof emas. Chunki shariatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma bayroq islom bayrog'i, masalan, ma rang islomga vakillik qilgan rang deb belgilab bergan, unda rang yo'q. Ya'ni Peygamberimizning bayrog'i qariti, ya'ni sufti vamda. Oqti yoki seriq bayroqni falani qabilaga chigib bergan, yeşil bayroqni falani qabilaga chigib bergan degan rivoyatlar bor. Muşunun o'zi nimani uqtirdi desa, shu chaqdagi Rasulullohning tutgan. Hatto olimni illat ko'rsatib, nima uchun qora bayroqni urushlarda tutgan desa, qora bayroq kunduzda yiroq yerdimi ko'rindigan bo'lg'achqa.
qara adet gündüzde aptap tumuço dese Irak yerde olsun qarrang nait enik görünüdü. Enik göründüğün boğaçqa Müslümanların uruş meydanlarında çeçilip ketmesliki. Ay bayraqның körisiga yig'ilib turishini maqsad qilib shuning uchun qar bayraqni ishlatgan deb olimlarimiz buning hikmatini sirini bayon qilgan avvalim bor. Amaliyotda shu rasamda. Amaliyotda masalan oq yoki boshqa rang kunduzda o'qasi shu yaxshi ko'rinmaydi. Lekin qarrang bo'lsa desa bu xil jiroqdan bo'lsin qarrangni inson eng yaxshi ko'ra oladi. Unda bo'lgandan keyin shunga qarrangni ishlatgan deb qaragan rang haqida cho desa mush ranglar islomda ishlatilgan rang mushu buningdan boshqasi xato deb hech kim deb baxmagan. Ya'ni mush 1900 yildan buyon ta mushu 2014 gacha desak mi xatolashmaymiz balkim 2012 2013 shu vaqtchilik hech qanday bir bayroqni masalan mushu qarranglam islomga vakillik qilgan bayroq buningdan boshqasi islomga zid degan gapni bir olim deb baxmoqligimdir. Hatto masalan Umaviylarning bayrog'i o'z zamonisidagi Abbasiylarning bayrog'i ya'ni tabiiy holda bugungidan islomga eng yaqin shular. Hatto Rasulullohninki zamonisidan 4 xalifadan keyinlam Umaviylar xilofati boshlangan. Mesela ularning bayrog'i qora edi. Abbasiylarning bayrog'i-chi uni o'xshamaydi, boshqa rangni tutgan ular. 132-yildan keyin Abbasiylar chiqig'liq masalan nimaga? Hukmga Hijriyaninki. Ular ayrim bayroq tutgan. Keyin Osmonlarcha desa ayrim bayroq tutgan. Bu shularning hammasi nimani bildirdi desa, bular u masalani shu chaqdagi olimlarimizdan tortib, mayli mazhab olimlari bo'lsin, hech kim zadım ma bayrak, İslam'a vekillik kıldığın bayrak mavi, mandarangda buluş gerek. Deb bunu çok talaş tartış kılmagan. Yani muşolunun hemmisinin şu İmam İbn Kayyim rahimahullah'ın ki sözüden nemi depti o dese muşoların hemmisi bayrak tutuşunun ki mustahap ikenligini ifadeleydi o. Bayrakның ki kara, nemi akrang buluşunun ki sünnet uygun ikenligini ifadeleydi o. Qarrangni işletsimi durustluğunu ifadeleydi. Yani qarrangda bayrak işletse, bayrak tutsa bunun durustluğunu ifadeleydi. Vacip, farz mesela. Emas belki durustluğunu ifadeleydi deb İbn Kayyim rahimahullah Zadul Mi'ad degan kitobida bu so'zni qilgan. Unda da buni hech qanday talashda chiqmagan ahlimlar. Demek yani mesela bir devlet kuruldu. Bizim Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne o'xshash. Yaqinda bir devlet. Bizdenki zaten Cumhuriyetimizdeki kanunları şu İslam asasıga kurulgan. Unda oğandikinden bizim bayrağımız hazır kadar şekilde kök bayrak olsun yani İslami bayrak bulaverdi. Bayrakı degen gayene olan hazırki elbette yani İslami bayrak mavutdi, ma kök bayrak İslami bayrak emas bu bid'at yoki bu başka bir iniminin ki bayrağı deyiş haddimiz yok. Ya bu fakat şu qanday adamning size desem de Allah niyetini üzü biladi yani. Bu dinimizni naiti buzu yutib olgan bir adamninki so'zamdi bu. Masalan, uningdan boshqa bir narsani demayman ma'da. Mushu burundan shu olimlarninki so'zlariga bayroq haqidagi mayli hadislarda kelgan yoki Ibn Qayyim rahimahullohninki so'zlarida bo'lsin. Hemmisi kelgan so'zlar qarasa hech kim birga bayroq tutish vojib degan binasi yo'q. Hech qaysi olim har qanday bir odam bayroq ko'tarishi vojib farz ishmovi degan bir masala emas bu. Buning eng yuqori hukmi shu urush maydonlarida sunnatdagilik. Tabiiy holda bugungi kun bilan o zamonning osmon zamin farqi bor. Bugungi kunda bu bayroq bir davlatning simvoliga aylandi. Bir davlatga vakillik qiladigan bir belgiga aylandi. Burunqidan buning qimmati shu naiti yuqorilab ketdi bugungi kunda. Bugungi kunda tabiiy holda bizning bayrog'imiz nima uchun ayda bo'lgan Osmonlarning bugungi bayrog'i masalan, yani Turkiyaning, Tunisning bayrog'i shunga o'xshab ketdi. Nima uchun desa, bu keyingilar ma oy bilan yulduzni bu islomning simvoli deb tushungan. Masalan, odatda hozir xristianlik bilan islomningki ma doktorlikqa aloqalari nima deymiz? Xristianninkini qizil kirist jamiyati deydi. Shundaymi? Musulmonlarninkini cho'dishi yeshil ay jamiyati deydi. Nima uchun desa, xristianning qizil kirist jamiyati degine aylik belgisin bayni qizil belge. Bu shu
Hristiyanlığınki ma kirs esip aldığan belgisinin alameti hem de. Hristiyan dininin alameti. Ma ay bilen yıldız jo dese, xuddi dünyada insanlar içinde bu Müslümanlığın alameti de tunulgan bir alamet hem de. Şunun için Osmanlı'nın şu yıldızı bilen ayını işletken boğaçqa bizning devlet kurgan atbuğularımızın çoğu dese, bu yıldızı bilen ayını devletinin bayrağı süptide kullangan Tunis ve yani bir neçe mesela Tunis demez, Moritanya Muşol'un bayrakları mı şu yıldız bilen ayva nime üçün dese ulamı Osmanlılar soğan yavoğa çıkan Osmanlılar parçalanıp o devletler parçalanıp ketken bosumu yanıla şu İslam'a vekillik kıldığan Müslümanların simvoli mavu digen maksatda bu yıldız bilen ayva bayrakını için kullangan. Allah razı olsun da oğlum. Yukarıda azrak toxtalib ötle. Mesela o bayrağınınki rengi hakkında qara yoki yeşil, ak degan meselelerde. Hem de bunun da bir iniq delil, hadis bağımı mesela. Bayrağınınki rengi hakkında azrak toxtalib ötle. Rengi hakkında? Mesela bah hadisininki senedi yoki işencelik Qara bilen ak bayrak işletkenliki peygamberimizden bu Sunan kitapları dikagen, İbn Majah dikagen, Tirmizi dikagen. Qara bayrak bilen ak bayrakni işletkenligi to'g'riliq hadislar. Bu hadislarning senedini alohida mesele yok. Men Şeyh Albani olsun, burun alimdim olsun nurg'unlari sahih hadis deb hukm bergan. Onundan başka andan sahabilninki, peygamberimizninki her xil bayraklarni chigib berganligi qabilalarga, sariq rangda, yeşil rangda andın bazı hadislerde de rengini bayan kılmay palanı kabilige peygamberimiz şu manda bayrak chigib bergandi urushda degan mushundaq har xil hadislar bor. Bunun ahirida berdigan natija nima desa, natijasi şu sünnet mustahab ekanligini ifodalab berdi. Bayrak tutishninki bunun ak bo'lsa sünnetga yaqin bo'lganligi andın qar bo'lsa durust ekanligini bayon qilgan İbnül Qayyim rahimahullah. Bundaq deganligining o'zi Rasulullahning bir qiliqini bilishga tegishli bir masala nima desa, Rasulullahning shu chaqda qo'llangan bayraqi mushundati dedi. Peygamberimiz masalan manda bayroq tutinglar deb unda buyurmadi bir kishimni. Bu qo'llangan bir shu chaqdagi urushlarda ishlatgan peygamberimizning çoğu desa askarlarni bir yer tutish, qo'mondonning ipcho'risidan askarlarninki tarab ketishinin oldini olish, masalan urush qalaymi qanchaligida. Nurg'un maqsadlar bilan shunday bayroqlarni tutdi. Bundaq tutqanlikning o'zi eng yuqori hukm bersa buning olimlarimiz nima deb hukm berdi desa, mustahab ya sunnat. Texim yuqori ko'targan sunnat bo'lmasa mustahab degan hukmni berdi. U chaqda masalan peygamberimizninki Qusva deb tugusuvati deymiz mesela. Qusva degan tugiga minutda. Yoki peygamberimiz atqı minutda. Falan yerga manda kiyimni kiyib mangdi deb hadislar var. Yani bugungi qadar musulmonlardan hech kishim cho'qim bir joyga safar qilgan vaqtda tugiga minib safar qilish sunnat demaklik. Yoki mandaq shakldagi kiyimni kiyishning o'zi mesela bu sünnet zat qilmasi bo'lmaydigan bir ish demaklik. Nima uchun desa, odatlar o'zgardi zamonning o'zgarishi bilan. Bugungi shu chaqdagi masalan bayroqni, qor bayroqni tutish vojib u bu deganlimi? Bugun urush qilsa, qilich bilan urush qilmayotdi. Ya nayz bilan urush qilmayotdi. Yoki tugga minib yo atqa minib urush qilmayotdi. Balki birovniki minib mashinaga minib urush qilyotdi. Hazab bu nurg'un shu chaqdagi urush ishlatilgan qilish nayzini ishlatmaydi, hozir urush vositalari o'zgarib ketdi deb. Urush maydonida kelgan kiyimlari farqli. Urush maydonidagi kelgan kiyimlar farqli. Nima uchun bu bayroq kelgan vaqtda zodimish qor bayroqni ko'tarish bu vojib ya islom bayrog'i deb bu musulmonning zehnini buzdi. Desa bu yerda bir arab tillarida inna deb qo'yadigan bir gap bor. Bir ishning ishida ish bor unda. Ishning ishida ish bor. Masala faqat ashunda din suyar, dinga muhabbeti ve adamını aşında gaplarını kılıp onun zihnine
yoki juyib, yoki aldab, ma'lum g'araz maqsadlarga xizmat qildirish hamda. Uningdan boshqa narsa emas. Shuning uchun bizningki bayrog'imizni tabiiy holda cho desa, bizning 33dagi Cumhuriyetimiz qo'llangan bayroq bugungi bayroq. Shu Cumhuriyetdan qolib qolgan birdan-bir narsa bu. Va Turkiston deb bu shunday bir davlat qurilib ekan deb xalqarada insoniyat tunaydigan birdan-bir shu davlatning simvoli bugungi kunda. Demak, gapni bilyaptim. Biz Sharqiy Turkistonliklarga nisbatan, yani Uyg'urlarga nisbatan bizningki bayrog'imiz, yani biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan Sharqiy Turkiston bayrog'i bizning islomiy bayroq. Bizning islomiy bayrog'imiz shu. Bayrog'i hamma narsamiz shu. Hamma narsamiz shu. Uningdan boshqa bizning vatanimizda bir davlat qurilganligiga bugungi kunda insonlar tunigan, e'tirof qiladigan boshqa bir belgimiz yo'q. Yani bizim bayrog'imizning hech qanday bir ixtilof zid yeri yo'q yani. Hech qanday islomga zid yeri yo'q uningda. Bugungi Yaman ya mesela komünistlarninki yoki har xil mush axloqsiz tashkilotlar var bugungi kunda insonlar ayollar biznemisi deydi o ayollar birlashib ketgan shu yo'lning alomatlari var. Mesela hech qanday shariat cheklagan bir narsaga alomat belgi bo'ladigan hech nima yo'q uningda. Bizning bayrog'imizda. Bizning bayrog'imizda bor narsa shu yulduz bilan cho oyamda. Unda bo'lgandan keyin buni hatto yuqori degandek Osmonlar xilofati islomga belga, islom musulmonlikninki ifodasi bu alomati deb qo'llangan, simvoli deb. Unda bo'lgandan keyin bizning bayrog'imizda islomga zid keladigan hech qanday narsa yo'q endi. Allah razı olsun. Oxirgi savoldan bo'ldim. Endi bu bayroqqa ilahi kalimatullahninki yezilishi ninki hukmi nima? Bu shundaq ilahi kalimatullah yezilish qachon qaysi davrda o'tirib chiqqan? Nimaninki madem hadisning shu o'z nimasi bilan bilday. Bir hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemninki Ebi Şeyh İbn Abbas'ın bayan qilgan bir hadisda Peygamberimizning bayrog'ida La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deb xat yozilg'liqti deb bir rivoyat kelgan. Bu hadisning sanadini olimlar vahin deb sifatlagan. Ya'ni qattiq ojiz doim hadis degan gap buning ma'nosi. Buningdan boshqa bir yerda, masalan, mushu ojiz, zaif bo'lgan mush hadisdan boshqa bir yerda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamninki bayrog'i mandaq sahih, masalan, qora oq bayrog'i vati degan nimani dedik-ku yuqorida. Sahih kelgan o hadisda bu mandaq bir narsa yozig'liqdi deb kelmaglik. Faqatlam da bayrog'i mandaqda deb kelgan, lekin mush hadisda ayda la ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb yozilgan degan bu hadisni rivoyat qilgan shaxsga mayli hadis olimlari hammasi bu odam muhimda Ibnul Javzi bo'lsin, boshqa mushuning madam manda adamti deb guvohlik berdiganlar bunda munkar hadislarni rivoyat qildi. Faqat bu odamning mushunda o'zilam boshqa bir odam sheriklashib qolgan rivoyatlar yo'q hadislari, o'zilam mushunda rivoyat qilgan bir necha hadislar bor deb İbnul Javzi va boshqa necha olim bu odamninki rivoyat qilgan hadislarning asosliqcha ko'pinchisininki zaif, ojiz ekanligiga bu odamning ishonchisiz, shunda ba'zi xato rivoyatlarni qildiganligi to'g'riliq guvohlik bergan. Shuning uchun bir odam yozsa, buni qilsa yozibsan, xato ma harom deb unda deyishga bo'lmaydi. Masalan, bugungi kunda Saudiya Arabistonniki bor. Ama Irak'ның bayrog'ida Allohu akbar deb bor, masalan. Lekin biz umumiy bir o'ylashimiz kerak. Masalan, bir bayroqqa agar la ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb yozilsa, bu islom bayrog'i bo'lib, u yozilmasa islom bayrog'i emas deb tushunilsa, masalan, bir kafirdan bilsa deylamda. Men musulmon deb taxtadan bir yozib bo'yniga esibapti. Boynuq esvasa bunu ama
taxt yazıp boynaga ben Müslüman deb yazıptı deb Müslüman demdik yoki bunun emeli hayati kılıvatkan işe menvatkan yolu qarıp hüküm kılamdık. Yani demek bir devletinin bayrağına la ilahe illallah yazılışı bilen İslam devleti bulap kalmaydı. Yani bir devletinin la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb yazıp koyaş bilenlamço onun iş hareketi tutuvatkan siyaseti yolu eğer İslam'a uygun olmasa fakat o sözünü yazıp koyganlıkka bu birden bir İslam devleti İslam'a vekillik kıldıgan devlet işki olmaydı. Hatta o devletini meyli biz kuraylı mesela meyli başka bir adam kursun hatta bugünkü günde hem de bu bir xillalga ihanet kılındığan manda bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bu İslam'ın sözü bu. Mesela değil hem de bugünkü günde mesela aşında bayrak yazılgan bir devlet ile başka bir devlet uruşup kaldı. Bir kafir devlet değil. Mesela. Bugünkü günde devletler ara uruş olsa halkın namaş çıkarıp koyup bayrak göydürüp özünün düşmanlarınınkini kılıdığan bir iş vardı. İhanet kılıdığan. Bayrakın köydürüşünün özünü bir ihanet kıygallık deyip düşündüğün bir vaziyette biz. Aynı la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bayrakla ihanet kılıp köydürülse mesela. Ya ki bugünkü günde ertesler acayip işler kıldı. Mesela yalanaçla onu kiyvelip aşında işler oldu. Bazı toplağa besilgan ahvallar oldu mesela. Yani bunların hepsi bu söz bu iman sözü, tevhid sözü. Bu sözünün kadirleş lazım. Yani bunu bayrakla yazgan her kandak bir devlet bu sözünün kıymetini, ehmiyetini, Müslümanlar içindeki mukaddesliğini bölüşü lazım. Şu boyunca siyaset şu boyunca iş kılış lazım. Eğer unda kılmagan takdirde yazmagan adamlar eskilik kıygandın tüverrek eskilik kısmı o anın İslam'ı boğan zihin eğer olup gitirgen. Şunun için bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep muşunda bati dep sahih hadis yok bu hakta. Unda boğandın kiyen bulup bugünkü günde bu sözünün mukaddesliğini, bu tevhid kelimesininki ihanet kılınmaslığı, başkalarının bulunga her xil şahsi, siyasi ziddiyetler tüpeylidin hakaret kılmaslığı için bu sözünün yazılmağanlığı tekimi ebzel buluşu mümkün. Bugünkü vakitte. Bu sözünün mukaddesliğini saklaş lazım. Bir devlet, bir halk ayna karar kılıp yazsın meyle. Yaz hata işemez. Lekin bunu yazıp koyashning yüzülamçı o deyse birden bir şu devletning sağlam bir yolda ketayotganligininki delil emas hamda. Xuddi bir adam hem yerga men musulmon deb yazıp ton kiyib olib harg'ishib yursa masalan yoki buzuq yeb yursa uning islomga bo'lgan ziyni odatda haq uqmaydigan bir kiyim bilan berib qalayimqan ish qilgandan aning ziyni zo'r bo'ladi. Bunu her kandak devlet tutkallar ya ki devlet kursak kultu diyorlar bu obdan oynanış lazım. Şunun için bu elke Allah'ı biz talaştan çıkılıdığan zalimuşunda yazdık dep mesela bizim vatanda kurulmayan devlet de zalimdin kolumuz alımız davatkan bir devlet. Bunda bir devletin halkı azgını kam yani azgını vakitinkin 100 yıl oludu mesela 90 yıl desek 90 yılını yakı bizning xalqimiz şu qurup atbuğullarımız qurup ketken bir devletning bayrağını bunu talışıp bunun rengi qara olsa mesela ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah bolsa yoki bunun rengi aq olab qora rangda la ilahe illallah Muhammed Resulullah desek deganni yazsak bo'ladi ondan islom bayrog'i bo'ladi bo'lmasa islom bayrog'i bo'lmaydi deb o'zaro talishadigan bir masala emas hammadan muhim bu shu biz xalqimizdan o'tindig'imiz talab qildig'imiz nima desa shariat bir narsaga alohida ahamiyat bergan ishlar bo'lsa bunga ahamiyat berish shariat unga keng qo'yib o'tgan ishlar bo'lsa masalan uni uchun keng qo'yib o'tish shariat eng zo'r ahamiyat bergan masalan davlat prinsipi nima desa adolat insof haq huquq insonlarninki zulmdan yiroq bo'lishi kishilarga qat'iy zulm qilmaslik
behuda beguna xalqning odamning qanini to'kmaslik, bularni haqqi da'vat qiladigan ahlilim, da'vatchilar erkin da'vat qila oladigan, hamma odam yashaydigan bir davlat qurish. Bu eng büyük prinsip. Adalet, hatta İbn Haldun'un sözü var. Allah subhanahu ve taala her qandaq bir devlet adalet bilen yol tutsa, bu devletki yardım berdi, o devlet kafir bolsunmu. Her qandaq bir devlette zulüm eğirken, xalqqa eğir zulüm qılıdiken, bundaq devlet veyran boludu, o musulmonlarning devleti bolsunmu degan. Bu tarihi bir natija. Şunun için biz devlet olsak, çoxum bizning devletimiz adalet bilen başquruldigan. Kişiler özünün mal mülki, abroyga qoqmaydigan, bizning mal mülkimiz saqlandı mı devlette, abroyimiz qoqduldu deb yaşayalaydigan. Allah davet qildigan davetçiler erkin davet qilalaydigan, yaxshi xizmat qilaman deganlar qilalaydigan mushundaq bir devlet qurishimiz lazım. Bu eliqi la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb yezib qo'yaplam. Bu şeriat alahida eliqi ahmiyet bergan ish emas bu. Bayraqning rangi, da bayraqning bo'lish bo'lmasligi bu eng yuqori hukmicha buning mustahabya sunnat. Bunda bo'lgandan keyin biz eliqi mavulni talishib bugungi kunda hatta mushin talishib qon to'kishib taqa, urushib, jidallashib, yo'lda mangsa salom qilmay bisimizga bijadam yiqilib tushsa yulvanmay ayni o'tganda men hayron qoldim. Ya'ni atölyada ishlaydigan bir qarindishimizni anglab, aqsab qopdi. Aqsab qopdi. Voy, nim bo'ldi desam, biz atölyada bir yerda ishlaydik. Bir igizyavati, menda tushadigan. Bir bal pastiti. Voy, mayaqroq kelinglar, men sizning mo'rangni tutib turib, men madin tushib olay desam, sen yardım qilsam bo'lmaydi men. Sen yardım qilsam bo'lmaydi dedi. Şuna bilan nayt açığın kelib igizadi sakirdim. Sakirib şuna bilan putum qayrilib ketdi deydimdi. Yani bir atölyada billi ishlam. Billi mumkin tamaq yeyishi. Aşında turib, yani bir musulmon bisiga yardım qilsa nima ish qilib bo'lmaydi. Masalan, bu ideyadagi ne kadar xatarlik, nayt buzuq fikir ideyaning borlig'ida. Ani chunki yaxshi musulmon deb qarmoqliq, yaxshi musulmon deb qarmagan bo'lg'ashqa, shuni yardım qilsam-chu mening aqidamga ziyon yetkazadi deb shuni ashna qilmoqliqimda. Shuning uchun biz shu desa, haliqma davlatdagi adolat, insof, zulmdan yiroq xalqni haqiqiy adolat, insof bilan boshqara oladigan, mol mulkda butun xalqning haqqi bor. Faqat buni hokimiyat tutqanlar yig'adigan, şular bay xalq kambag'al, bunda davlatlar var mı? Nurg'un islom davlatlari var. Qarşı xalq kambag'al, hokimiyat tutqanlar hammadan bayanda. Bu nima desa, davlatning mol mulkini o'zining shaxsiy mulki, ata-onasining qolgan maldak, miras qolgan maldak hajlaglik hamda musulmonning melini. Shuning uchun shunda zulm bilan tushab ketdik nurg'un davlatlar. Bu davlatdiki, bu bayroqning rangi o'chib bu masalani talashmaymiz. Qandaq qilgan vaqtda butun xalq bayashat yashay oladigan, o'zininki mol mulkiga, abro'yiga xotirjam bo'la oladigan, zulm qilinmay yashaydigan, hokim bilan mahkumning o'rtasidagi farq unda osmon zamin emas. Balki hokim o'zining mas'uliyatini xalqning xizmatchisiman deb tunaydigan, mushundaq sog'lom bir davlatni qura olamiz. Ma'noga tirishish birdan bir Sharq Turkistonliklarning mas'uliyati. Qolgan masalalar cho desa, bu talishib o'ltirdigan, biz bilan urushga sababchi bo'ladigan ishlar emas bu bayroqningki qaysi shaklda bo'lishi. Tabii halda bugünkü günde bu bayrak devletlerin simvoliga aylandi. Her qandaq devlet özünün bayrağını qoqdaydigan, özünün bayrağının tushib ketganligining o'zi bu devletin yiqilganligi deb tunaydigan mushundaq bir vaziyat yashayapmiz. Shuning uchun Sharq Turkiston xalqi cho desa, 90 yilning oldidan ata-bobolarimiz qoldirib ketgan shu bayroqni birdan bir bizning bayrog'imiz, mush islom bayrog'i. Islomni biz mush bayroq orqali tiklaymiz degan tushuncha iroda bilan mustahkam turish lozim. Bu haliqa bishpachilata degan mavzu desa, nayati bugungi kundagi bayroqning ahamiyatini tushunmaganlarning gapimdi. Men Turkiyaning bir nimasini ko'rib hayron qoldim. Asalliyogan bir ahlilimdan so'ch so'raydi ekanda, "Sendan nimda bu yerga olding?" U bir rahqo va
Raxt olsa şu belki 30-cı 40-cı yıllarda bo'lgan iş bo'lishi mumkin. Xo'sh. Senle nimde bir yögü aldın bir raxt olsa o dese adam deydiken Soçininki üstüge bayrak esig'liqken. Siz nimede ma bayrakni nimaga esib oldingiz? Bu bayrakni asqanning o'rniga Fransiyaning ya Angliyaning bayrog'ini ekilib assangiz bo'lmamdi. Bu miraq bo'lgan ekan. Dese shuning bilan Sochito desa jimlam turib qoldi ekan. Hech nima deyolmay. Chunki bugungi kuncha desa, u yerga Fransiyaning bayrog'ini asqanliq Məməni Fransiya suraydı deganning alamati bo'lib qoldi. Shuning belgisi bo'lib qoldi. Bizning vatanimizda Xitoy qanday suravatır desa, aş bayroqni hamma odamning uylaridan tatib, masjidlaridan tatib, hamma yerga taqab, esib, mush bayroqni suydigan qilib tarbiyalayman maxaqni. Demiş qadisa bayroq Xitoy Kommunist partiyasining birdan-bir simvoli da'vatidir. Unda bo'lgandan keyin buni bu bayroq degan bishbaç rax deb manda sal qaraydigan narsa emas bugungi kunda. Bugungi kundagi insonlarningki qandaq muomala qilayotganligi, bir davlatningki davlat bo'lib turish uchun bu bayroqning zarurligi, bu bayroqning yiqilganligining o'zi shu davlatning boshqalar tarafidan bestirilganligining bir alomati belgisi bo'lganligini hammamiz bilishimiz lozim. Allah Teala hammamizni bayrağımızı avval kalbimizde tiklashga, vatanimizni azod qilishga muyassar qilsin. Amin. En qisqa vaqtda. Boshqa gap yo'q. Hurmatli televizor ko'ruvchi qarindoshlar, bunun bilan bugungi savol va javob nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah boshqa programlarda ko'rishish umidi bilan hammanglarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr va xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.